Buni xudodan deb bilyapman to'g'risi aka. Farg'ona viloyatida xonadon egasi o'z xonadonini mana shunday ichimlik suvi qopqoqlari orqali bezayotganligi ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik e'tiborini tortdi va biz mavzuni yanada yoritish maqsadida aynan manzilga yetib keldik. Husniddin aka, bu loyiha qayerdan xayolingizga kelib qoldi o'zi? Bu loyiha ertalab chanqab uyg'ondim. Ukamning xonasida suv bor edi. O'shini ichish maqsadida xonasiga kirib ketayotganimda shu g'oya kelib qoldi xayolimga. O'sha suvni ichib bo'lgandan keyin qopqog'ini yopmasdan o'zi birinchi xonaga qilmoqchi edim-da, yangi remont qilganimiz uchun to'g'risi uyimdagilar so'kmasin degan maqsadida tashqariga obunachilarim uchun hali Instagram tarmog'iga qo'ydim. Xalq ko'rib podдержка qildi. Hammalariga rahmat. Shun bilan mana shu natijaga erishdik aka. Devorimiz qancha bo'lsa shuni hisobladim. Tashqi ko'rinishini o'ziga 500 mingga yaqin qopqoq ketar ekan. Uylarda ichi bilan har bir xonalarimni qilsam 20 millionga yaqin qopqoq ketar ekan. Bu loyihadan ko'zlangan asosiy maqsadingiz o'zi qanday? Asosiy maqsadim bitta loyiha bo'lib turgani uchun tashqi fasadni chiroyi Guinnesslar rekord kitobiga bermoqchiman. Mana shuncha million qopqoq qoqilgan deb. Xudo xolasa agar olishsa O'zbekistonga yangilik bo'ladi degan maqsadim bor aka. Hurmatli yurtdoshlar, agarda siz ham mana shunday qopqoqlar qoqilgan xonadonni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Farg'ona viloyatiga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda albatta Husniddin akamizni noodatiy tarzdagi ijod namunalaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'ling.